Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bu videodan keyin O'zbekistonda 70% ustalar meni yomon ko'rishi mumkin. Sababi ustalar nonni yarimta qilayotgan payt keldi. Ko'p montaj kabellar bunaqa 9 talik bo'ladi, e'tibor bergan bo'lsanglar. Hozirgi chiqadiganlar esa alohida 3 talik, 2 talik bo'lib chiqyapti. O'shani hozirlarga ulashni o'rgataman yoki miyadan keladigan 9 talik bo'ladi-da, montaj kabelinglar oddiy 3 talik, 2 talik bo'lishi mumkin. O'shani hozirlarga qisqacha tushuntirib beraman. 9 talikda keladigan kabellarni o'sha 70% yo 80% da основной qizil qalin kabel 12 volt. Bu zamok zajiganaga ketadigan kabel hisoblanadi. Bu yoqdan tortadigan bo'lsak, binafsha rang kabel har doim binafshasi bu tabloni tezligini ko'rsatib beradigan kabel hisoblanadi. Binafsha. Tak ketdi. Mallarang kabel. Ko'pincha bu seriya kabel bo'lib kelishi ham mumkin. Kulrang kabel bo'lib ham keladi. Bu ya'ni o'sha muraviyni oldiga yoki orqaga yurish tezligi hisoblanadi. Bu yoqdan esa qizil, yashil, qora kabel. Bu o'sha muraviyni gaz ruchkasini bosgan paytinglarda yurishini hal qilib beradigan kabel hisoblanadi. Bu sariq esa основной bu yoqda qo'yiladigan u legushka kabel hisoblanadi. Legushka. Tormoz bosganda yurib ketmasligi uchun o'sha kabel hisoblanadi. Keyin bu yoqda o'zida yana bitta kabel chiqqan bo'ladi. Bu mana bunaqa. Qora, sariq, yashil palasasi bor hamda pushtrang kabel. Bu o'sha muraviyni 1-chi, 2-chi, 3-chi skorsi. Ya'ni bu skorsini almashtirib beradigan kabel hisoblanadi. Mana hozir ko'rsatganim mallarang oldi orqa. Bu kabelimiz 1-chi, 2-chi, 3-chi skorsi. Binafsha rang, ya'ni pushtrang kabelimiz tabloni tezligi hamda mana bu yoqda ulanyapti yashil, qizil, qora. Belida oq palasasi bor hammasini. Bu o'sha gaz bosganda yurishi. Keyin yana bitta narsasi, mana boyagi qalin kabel, zamok zajigania bu. Birikta montajlarda sariq keladi. Miyalarni 90% da rozvoy rangda yo bo'lmasa qizil rangda bo'lib keladi. 90% miyada. Yana ulanadigan kabel. Agar muraviyingiz oldiga yursa orqaga yursa oldiga yuradigan bo'lsa, mana bu yoqda o'zi 20% muraviyda shunaqa kabel bor. Bitta sabzi rang kabel bilan qora kabel. Buni hozir uchini kesib tashladim bu yoqqa ulashga. Ana shuni bir-biriga tiqib qo'ysanglar, oldinga tez, orqaga sekin yuradi. Sizlarda shuni teskarisi bo'ladigan bo'lsa, uzib qo'ysanglar, xuddi mana shu narsa kelib chiqadi. Yana qanaqadir kerak narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Hammaga qo'ldan kelgancha javob beramiz. Mana bu kabelimiz esa endi xitoycha yozilgan. Tarjimasi, agar buni ulab qo'yadigan bo'lsanglar, gazni bosgan paytingizda sekinroq qo'zg'aladi. Birdan tez qo'zg'alib ketmaydi-da, sekinroq qo'zg'aladi. Bu ya'ni o'sha pavijni soddalashtirilgan variantiga o'xshagan narsa. Bu yoqdagi kabellar esa o'sha uzun magnitofoniga, yana bu narsalariga ulanadi. Mana bu yoqda yana ikkita kabel bor. 3 talik shtekirda bittadan kabel chiqqan. Agar buni ulaydigan bo'lsangiz, xuddi o'shanaqa narsa, muraviy tezroq yuradi. Buni ulaydigan bo'lsangiz, muraviy sekinroq yuradi, zaryadi ham ko'proqqa yetadi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlar qo'llab-quvvatlashlaring keyingi videolarimiz chiqishi ham sabab bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat.